Odamlarni homiladorlik testi yordamida sigirlarni bo'g'ozlilik holatini aniqlasa bo'ladimi ustoz? Hozirgi kunda ko'p kishi so'rayapti. Masalan, mana bu sigirimiz, mana qorin sohasi cho'kib qolgan. Bunga bo'g'ozlikka gumon qilyapmiz. Lekin bunda aniqini biz UZI apparati yordamida aniqlab ko'rsatib beramiz. Agar bo'g'oz bo'layotgan bo'lsa, mana bu bo'shliqda karunkulolar bo'ladi. Bu 3 oylikdan keyin. Hozir mana suyuqlik ko'rinib turibdi mana bu. Homila bo'layotgan bo'lsa, mana bunda qorayadi-yu, o'rtalikda embrion bo'ladi. 28 kundan o'sha 2 oy to'lguncha embrion shaklida bo'ladi. Har yo'l parda bo'lmaydi. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, hech qanaqa karunkula ham, homila ham yo'q. Faqatgina suyuqlik bor. Bu bachadon subinvolyutsiyasi. Ko'pincha rektal tekshirgan vaqtida bachadon pastda ekan bo'g'oz deb gumon qilish mumkin. Lekin o'zida aniqini ko'rsatib beryapti. O'sha homila yo'qligi va bachadon pastga qarab tushganligini. Demak, odamlarni test yordamida sigirlarning bo'g'ozlilik holatini aniqlab bo'lmaydi. Videoni sigir boqadigan tanishlarga yuborib qo'yamiz, foydali bo'ladi.